Xitoy avtomobil sanoati hayratda qoldirishda davom etmoqda. Zeekr kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Zeekr 8X. 9X o'zi ancha hayratga qoldirgandi. Faqatgina shu reduktor muammosi bilan ozgina trenddan tushib qoldi, lekin aynan 8X juda uzoq kutildi. Buni qarang, ixchamgina. Aynan bu modelimiz 8X Ultra 2 ta elektr dvigatel va 2 litr turbo dvigatel bilan jihozlangan. 897 ta ot kuchi, 0 dan 100 km/soatgacha 3.6 soniyagacha tezlanadi. Eshiklar to'liq elektr quvvatida ochiladi. Avtomobilimiz to'liq broneplyonka qilingan. Oynalari atirmalni plyonkali. Anaqa elektronniy parogi bor. Ichki qism to'liq qizil rangli yuqori sifatli charm bilan qoplangan. Hamma o'rindiqlar isitish, sovutish, eslab qolish funksiyalariga ega. Eshiklar ham elektronniy ochilib yopiladi. Hamma o'rindiqlar esa yana elektr quvvatida boshqariladi. Orqa yo'lovchilar uchun mana bunaqa stoleshniца, orqa yo'lovchi mana bunaqa oyoq osti yostiqchalar bor, boshqaruv paneli, orqada monitor, eng qizig'i Naim akustika. Bu Naim akustik tizimi faqatgina Bentley avtomobillariga akustik tizim ishlab chiqar edi. Hozir esa Zeekr 9X va 8X larda ham mana shu akustik tizimni o'rnatmoqda. Bu avtomobilimiz sotuvda deyarli yangi 155 kilometrgina masofa bosib o'tgan, eslatib o'taman, to'liq broneplyonka, atirmalni plyonkala qilingan. Narxi $117 ming. Batafsil ma'lumot uchun bizga qo'ng'iroq qiling. Xudo xolasa mana shu mashinani bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.